Bugun gapimiz nimani galimidi? Ulfatlar, endi bugun nomer 1 oshga olib borasan bizani deb qoldi. O'zi shunaqa bir odatimiz bor. Kimdir nomer 1 shashlikka olib boradi, kimdir nomer 1 somsaga, yana kimdir nomer 1 lag'monga olib boradi. Endi sen nomer 1 oshga olib borasan deb qolishdi. Men aytdim, bo'ldi, olib boraman, gap bo'lishi mumkin emas. Faqat nomer 1 ga emas, nomer 2 ga olib boraman. Hamma yoq nomer 1 bo'g'irmaydi-yu. Nomer 2sini ham bir mazasini ko'ringlar. Faqat lekin o'sha nomer 2 degan oshni menga top berasizlar. O'shanga olib boraman. Yoniga mayli nomer 2 degan shashlikni ham top bersanglar, shashlik ham qo'shib mehmon qilib olaman. Zam, bo'ldi gap yo'q dedi. Ular ham bor bo'lsa kerak deb rosa so'rashdi, surishtirishdi. Shahar bo'yicha, Toshkent shahri bo'yicha hech qayerda nomer 2 shashligi ham, oshi ham yo'q ekan. Hammasi nomer 1 ekan bular. Hamma nasriyasi tushib ketuvdi. Mana qaranglar, qo'yinglar dedim. Hech qayerda nomer 2 degan yo'q. Ular hammasi nomer 1. Luboyga kiramiz deb bittasiga kirib o'tkazib yubordik. Siz kommentariyada yozingchi, biron joyda nomer 2 degan oshxonani ko'rganmisiz? Hammasi nomer 1. Zo'r.